Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmoq obunachilari. Bugun sizlarga Bolgariya mamlakatidan taklif etilayotgan ish o'rinlari haqida ma'lumot berishga harakat qilaman video davomida. Ushbu ma'lumotlar orasida qanday ish o'rinlari bor, u ish o'rinlariga bo'lgan yosh chegarasi va til bilish talabi, nomzodlardan ish tajribasi so'raladimi, yo'qmi? Xo'p, mana shular haqida, ro'yxatdan o'tish ishlari qachon bo'ladi va ro'yxatdan o'tish uchun qanday dokumentlar kerak, dokumentlaringizni topshirganingizdan so'ng necha yillik ishchi viza beriladi va ishchi viza necha oyda chiqadi va ishchi vizani olib Bolgariya mamlakatiga yetib olguningizga qadar sizdan ketadigan xarajatlarni hammasini to'liq o'qib eshittirishga harakat qilaman va Bolgariya Schengen hududiga kiradi va mana shuni ham sizga to'liq tushuntirib o'taman video davomida. Siz esa ma'qul keldi, yoqdi degan belgini bosib qo'llab-quvvatlashda davom eting. Ana endi sizga ma'lumot berishni birin-ketinlik bilan boshladim. Xo'p, Bolgariyada ish o'rinlari. Eslatib o'taman, men hozir o'qib eshittiradigan ish o'rinlarimda yosh chegarasi 20 yoshdan 45-50 yoshgacha, til bilish talabi faqatgina rus tili. Hammasida birma-bir aytmayman, faqatgina ayol va erkaklar hamda qancha oylik maoshligi va ish turini aytib o'taman. Firma xo'jaligi $1000 oylik maosh ayol va erkaklar. Bunda ham hamma ish o'rnida haftada 6 kun ish bo'ladi, bir kuni yakshanba kuni dam. Xo'p, chorvachilik $1000 dan $2000 gacha ayol va erkaklar, traktorchi $1000 erkaklar, ko'kalamzorlashtirish ishlari ayollar $1000, xona tozalovchi oilaviy juftliklar erkak va ayollar, bunda ham $1000, oshpaz yordamchisi ayol va erkaklar $1000, ekskavatorchi $1300 faqat erkaklar, fura haydovchisi $1700 erkaklar, elektrik va svarshik erkaklar $1300 dan $2000 gacha, montaj ustalari $1000 dan $1500 gacha erkaklar, qurilish ustalari $1000 dan $2000 gacha erkaklar, afolopchik, suvoqchi, armatura to'qish, g'ishtiruvchi va svarshik sohasi bo'yicha, avtomobillarni bo'yash $1100 dan $1300 gacha erkaklar, avtoelektrik $1100 dan $1250 gacha erkaklar. Yosh chegarasi, til bilish talabini aytib o'tdim. Qaysidir ish o'rinlarida ish tajribasi so'raladi, qaysi birlarida so'ralmaydi. Qaysi biridadir suhbat darajasida bilish kerak rus tilini, qaysi birida esa suhbat darajasidan ham yuqoriroq darajada bilish kerak. Xo'p, mana shu vakansiyalar haqida to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, agarda o'qib eshittirgan ish o'rinlarim orasida sizga ma'qul kelmasdan siz boshqa ish o'rnidasiz, o'sha ish o'rnini topmoqchi bo'lsangiz, bizni Telegram kanalimiz bor. Kommentariyaga kirasiz. Kommentariyada biz o'zi Telegram kanalimiz havolasini tashlab qo'yganmiz. Ko'k yozuvda bo'ladi. Yozuv ustiga bossangiz bizni Telegram kanalimizga olib o'tadi. Mana shunda Bolgariyadagi ish o'rinlarini ko'rib, bilib, ma'qul kelsa dokumentingizni topshirib ro'yxatdan o'tishingiz ham mumkin bo'ladi. Xo'p, hozir sizga Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanaliga qanday obuna bo'lishni ko'rsataman. Telefon orqali yozib olingan video ma'lumot. Xo'p, hozir plus Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv, va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga qaysidir davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Xo'p, ana endi ushbu mamlakatlarga dokument topshirish uchun sizdan qanday hujjatlar so'ralishi haqida aytib o'taman. Birinchi o'rinda qizil pasport, ikkinchi o'rinda 3x4 surat, oq fonda, uchinchi o'rinda qaysi ta'lim turini tugatgan bo'lsangiz, o'sha ta'lim turidan tugatganligingiz haqidagi hujjat, ya'ni 11 yillik maktab attestati, balki kollej, litsey diplomi, balki universitet, institut yoki magistratura diplomi ham bo'lishi mumkin. Ana shulardan qaysi biri sizda bo'lsa, dokumentlar orasida qo'shib topshirasiz. Va 4-chi dokument bu sudlanmaganlik haqida hujjat bo'ladi. Buni
davlat xizmatlar markazidan olishingiz mumkin. Ana endi kreditim bor, chet el mamlakatiga ishlash uchun chiqsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Majburiy ijrodan qarzingiz bo'lmasa, O'zbekistondan chiqish uchun taqiqingiz bo'lmasa, bemalol dokument topshirib ishlash uchun xohlagan mamlakatingizga borib kelsangiz bo'ladi. Mana shuni ham aytaman va qo'shimcha ixtiyoriy dokumentlar degan ma'lumotlar ham bor. Mana shu dokumentlarga agarda sizga til bilish sertifikati bo'lsa, bu o'zingiz ixtiyoriy berishingiz mumkin, ya'ni ishga ketishingizni imkoniyatini oshirib beradi til bilish sertifikati. Qaysi biridadir soha bo'yicha tajribangiz bo'lsa, masalan O'zbekistonda shu sohangiz bo'yicha ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha ishxonangizdan ish tajribangizni ko'rsatuvchi daftarcha, mehnat daftarchasini olib keling deyishadi. Uni ham berishingiz mumkin bo'ladi ixtiyoriy hujjatlar qatoriga. Xo'p, mana shu dokumentlar kerak bo'ladi. Ana endi ketish xarajatini lo'nda qilib aytaman, $1000 dan $1800-1500 bo'ladi ketish xarajati. Firma to'lovi, dokumentlaringiz, hujjatlaringiz uchun aviachiptalari ham qo'shilgan holatda aytayapman. Xo'p, Bolgariya bu Schengen hududga a'zo mamlakat. Mana shu mamlakatlarga ishga borish niyatingiz bo'lsa, kommentariyada yoshingiz, ism familiyangiz, rus tilini bilasizmi yoki yo'q va qaysi mamlakatdasiz? Mana shuni yozib qoldiring. Nega qaysi mamlakat dedim? Sababi onlayn ro'yxatdan o'tish qaysi bir ish o'rinlarida bor, qaysi biridadir yo'q. Ya'ni kelishingiz kerak bo'ladi rus tilidan suhbatdan o'tish va amaliy ishni ko'rsatib berib imtihondan o'tish uchun. Xo'p, ism familiyangiz, siz ayolmisiz, erkakmisiz? Shuni bilib, shunga qarab aytamiz hamda yoshni aytib o'ting dedim. Qaysidir ish o'rinlarida 45 yoshgacha, qaysi biridadir 50 yoshgacha yoshingizga qarab sizga ma'qul keladigan ish o'rnida taklif etamiz. Agarda rus tilini so'radim, rus tilini bilish darajasi qanaqa? Rus tilini uncha bilmasangiz, bizda bepul til kurslari bor. Mana shu til kurslariga sizni qo'shib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, o'ylaymanki, sizga to'liq ma'lumot berib o'tdim Bolgariya mamlakati bo'yicha. Yana bir ma'lumot, Bolgariya bu Schengen hududiga a'zo mamlakat. Schengen hududida 29 ta mamlakat bor. Ya'ni Bolgariyani ishchi vizasi sizga nima imkoniyat beradi dedim. Imkoniyat berishi bu Bolgariyaga borganingizdan so'ng 29 ta mamlakatni vizasini olmasdan ham bemalol aylanib yurishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ishlab kelishingiz mumkin bo'ladi Germaniyada 1-2 oy yoki Norvegiyada baliqchilik sohalari bo'lib qoladi. Germaniyada mavsumiy ishlar, qulupnay terish, meva terishlar bo'lib qolishi mumkin. Finlandiyada ham shunday mavsumiy ishlar bo'ladi har bir yilda 6 oy, 4 oy, 3 oygacha. Norvegiyada baliqchilik mavsumiga ham borib kelishingiz mumkin. Bolgariya vizasi orqali ishchi beruvchi yoki ya'ni tanishingiz bo'lsa, chaqirishsa bemalol ijaraga xona olib ishlab kelishingiz mumkin bo'ladi. Bunda sizga Norvegiyani yoki Germaniyani, Shvetsiya yoki Finlandiyani alohida vizasi talab etilmaydi. Bolgariya vizasi bilan ham borib ishlab yurishingiz mumkin bo'ladi, faqatgina 1-2-3 oy. Uzoq muddatda ishlamoqchi bo'lsangiz, o'sha mamlakat ish beruvchisidan ishchi viza olishingiz kerak bo'ladi. Bugungi sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotimiz mana shulardan iborat edi. Savol va qo'shimcha fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada va izohlarda yozib qoldiring. Sizlar bilan Dunyo davlatlari migratsiyasi bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Ko'rishguncha salomat bo'ling.